Hello barcha obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Simon bo'laman. Obunachilar, xo'p, bugungi videoda biz Simon imperiyasini ikkinchi qismi, ya'ni birinchi qismini olamiz. Nimaga ikkinchi qismi deyapman? Chunki video oluvdim birinchi qismi u YouTube bloklab tashladi. Xo'p, birinchi qismida biz mana bunaqa kompyuter xona, telefon sotadigan joy. Mana bu yerda telefon sotadigan joy bor. Mana bu yerda esa kuzatish joyi bor. Bu yerda ham bitta va eng asosiy kuzatish joyi mana shu yerda mana shu yer eng asosiy kuzatish joyi bo'lib, to'xtanglar, uchib chiqaydi. Hop, mana shu yer eng asosiy kuzatish joyi. Bu yerda uzr. Mana bu yerda svet ham bor. Eng asosiy kuzatish joyi mana bu yerda qurollar ham bor. Hop, mana endi biz pastga tushamiz. Bu yerda polizlar va biz hozir mana telefonxona, telefon sotadigan joy, PlayStation joystick hammasi bor. Stopda ko'tarib qo'ydimmi? Hop, mana endi bu yerda esa kompyuter xona, mana 5x5 sostav uchun. Bu yoqqa PlayStation qo'yamiz hozir. Bu yerda esa 5x5 sostav o'rtoqlar bilan kelib o'ynaverasizlar. Hop. Hozir bitta parda oling. Mana hop, bu yer esa stream xona, VIP stream xona. Hop, endi biz 3 4 5 mana bitta televizor olamiz. Hop, mana bu bo'lsa kerak. Mana bu kattasi bo'lsa kerak va bu yerda PlayStation'ni ham olamiz. Bo'ldi. Hop, bu yoqqa mana toshni hisoblamani yerda tursa bo'lmaydi. To'xtanglar. Hop, bu yerga qaytamiz. Sal o'yinda ovozi balandroq eshitilmayaptimi? Qo'yinglar. Hop, mana bu yoqqa PlayStation qo'yamiz. Hop, endi mana bunaqa javon va hozir bu yoqqa PlayStation joysticklardan qo'yamiz. Hozir device'ga kiramiz. Hop, switch ham qo'yamiz. Switch soatini 5000 so'mdan qilib qo'ysak, soqqan-soqqa yurardik. Mana bu kontrolni olamiz 4 ta 3 4 mana. Qo'yib bo'lmas ekan. Hop. Javonni olamiz. Hop, bunachilar. Hop, endi nima qilamiz? VIP stream xonaga bitta kamera qo'yib yuboramizmi? Qo'ygan yaxshi, baribir stream xonada. Mana. Hop, bu yerga sal bu yoqroqqa qaratib. Bu yoqqa qo'yib bo'lmayapti. Mana. Bo'ldi. Ketdik endi. Endi nima qilamiz? Hop. Endi bitta yorug'lik qo'yish kerak. Hop. Burchelaga qo'yib chiqamiz. Bu yoq zerikarli bo'lib qolgani uchun tezlashtirishga majbur bo'ldik. Davomini ko'ringlar. Hop, bu yoqqa ham bo'ldi. Endi kompyuter xonani qilamiz. Mana shu turib qilsak ham yetadi qo'limiz. Hop, mana. Hop, bu yerdan stop. Hop, mana. Hop, mana. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Hop, bu yerdan tutib to'g'ri tarafgacha olib boramiz. Past joylar ham yorug' bo'lib turishi kerak o'shanga. Hop, endi sal yaqinroq qilish kerak ekan deb o'ylab turdim. Hop,
Voy. Hop, obunachilar bu yoqni ham. Hop. Mana. Endi sal pastroqdan qilamizmi obunachilar? Bittasini sal pastroqdan qilaylik. Hop. Sal mana tepadan qilsa yaxshi. Bittasi tepada, bittasi pastda bo'lib qolmaydi-yu, to'g'rimi? Hop, mana. Hop. Obunachilar. Endi nima qilsa bo'ladi? Hop. Endi nima qilamiz? Bularni yo'qotib yuboraylik-da. Bu yoq kompyuter xonaga admin qo'yamizmi yoki obunachilar? O'zimni. Bu yoq emas, bu yoqqa ham hozir bir ikkita narsalarni olib olaylik obunachilar. Yo'q, stul mana. Endi device modidan bu effortless buildings modini normalga qo'yib qo'ymoqman. Mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Endi hop. Endi notebook qo'yishimiz kerak. Notebookda ham qizilda o'zimga yoqadigan rangidan. Hop, obunachilar. Mana hop. Bo'ldi. Endi o'zimda qo'yishim kerak. Hop. Bu yoqda turmaydi-yu obunachilar. Writing. Hop, bu yaxshi bo'ldimi? Yo'q, qaranglar, endi bu masjidga qo'yib qo'yaveraylikchi. Uzr, o'tirib qilish kerak. Hop. Mana shu bo'ladi. Edit, writing. Oppa. Mana cho'tki turdi. Stop. Men stol ustiga qo'ysa bo'lmasmikan? Yo'q. Nima bo'ldi? Bu yoqqa qo'yib yuborishgan u tagiga. Hop, obunachilar qo'yib bo'lmadi tagiga. Mana shunda tursinmi? Tak. Stop. To'xtaydi. Yo'q, buni mana. Agar birinchi stulni qo'yib, keyin manekenni qo'ysa nima bo'ladi? Yo'q, bu yoqqa menga. Hop. Bilet qo'ymayapti-da. Hop, shunda turavergani yaxshi ekan obunachilar. Tinch qulog'im, ochiq qornim degan edi. Endi o'shani Minecraft joyiga yo'q stulim, yo'q kreslom, tinch qornim deganiga tarjima qilamiz. Endi nima qilsak bo'ladi? Sirli kirish joyi qilamizmi yoki obunachilar chiqish joyi? Yangi eshik modi ham o'rnatuvdim-da o'shanga. Hop, teparoqga. Hop. Bitta narvondan kopiya qilib kelamiz. Narvondan kopiya qilgandan so'ng bu yoqda bo'ldi, bu yoqdan tushadigan yo'l qilamiz.
to'g'ri tepaga chiqadigan yo'l qilamiz. Opam. Mana. Hop. Bitti. Opam. Hop. Mana shuncha yetsa kerak. Endi bu yoqqa. Bu bizani oddiy narvon deymiz ekan, unaqasiga qo'yib bo'lmas ekan. Hop, bu yoqqa endi. Mana shunaqa joylarni biz jiddiy olib ketish mumkin obunachilar. Temir blokdan bitta, hop. Yo'q, bu effortless buildings moda hozircha kerak bo'lmaydi. Bu yoqdan kelamiz. Endi mana bu yerga eshik qo'yamiz. Mana. Hop, qaysi bir mana shu yaxshiroq. Mana bu narvonlarni deb qo'yib bo'lmayapti obunachilar. Hop, mana texnologiya deydimi, nima deydi? Hop, obunachilar, endi bularni ustini yopib qo'yamiz. Bu tarafga ham shunaqa qilamiz. Nimasidan bilib olamiz obunachilar? Yer bloki bilan yopib qo'yamiz. Biz buni kompyuterxonani oxirgisidan bitta oldinligidan bilib olamizda obunachilar. Hop, mana. Bu ham texnologiya bo'ldi. Hop, endi buni ustiga qo'yamiz. Mana oxirgisidan bitta ikkita oldin. Mana. Hop, unda biz hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Saymon bo'ldim.